Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Navbatdagi ishimiz jamgina. Xo'sh, mana 10 santimetr 20 plotni arzoni mana shu. Arzoni mana. 10 santimetr juda yuqa bo'ladi. Bu qanaqa joylarga bu mana shunday uzun bo'lib ketgan. Bu arzon sendviç panellar qayerga mana shunaqa zdaniyasi bor joylarga. Arzon mana. Agar zdaniyangiz bitgan bo'lsa, shu nima deydi, shuvoqlari zdaniyasi bo'lgan bo'lsa, arzondan qilsa bo'ladi mana. Bu xonamiz ikkiga bo'linadi. Uzunligi 14 metr, 7 metrdan bo'linadi. Pilosovoy 5 lik agregat qo'yapti, ikkita. Mana kichkina ichki fenlarimiz kelgan, ichki ventilyatorlar. Mana shu joydan bo'linadi. 7 metr bu yoq, bu yerga bitta eshik qo'yiladi. Mana eshik yopilib ketiladi, mana bu yerga relisli eshik qo'yiladi. Ixchamgina mana. Balandligi 290. Tadbirkorimiz o'zlari yengil dehqonchiliklarini saqlab, xudo xolasa sotishar ekan. Shu limon, bolgarskiy degandek dehqonchilik. Chilik. Market tadbirkorlar sekin ish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Yengil shu arzon varianti mana. Yaqin o'rtada shu 10 santimetr 14 plotnisidan qilmagan edik. Mana bo'ladi shu ham. Bemalol yetadi. Chunki zdaniyani o'zi izolyatsiyada ham zdaniya qilib pul sarflab, ham 20 plotnisini qilish shart emas buni. Mana shu arzon variant. Xudo xolasa mana kecha rosa yomg'ir yoqqan. Ish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Tadbirkorimiz teplitsalari bor ekan. Qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, imkon qadar Telegramdan yozishga harakat qilinglar. Chunki telefonni ko'tara olmay qolyapmiz. Kommentariyalarga javob yozishga deyarli vaqt bo'lmayapti. Shu Telegramdan yozib qo'ysalaring, Telegramga kirganda bemalol ochiladi. Ko'riladi, javob yoziladi. Hurmatli tadbirkorlar, ko'pchilik narxini yozmabsiz, narxini aytib o'tmabsiz deyilyapti. Oldin ham aytganman, bitta aniq narx yo'q. Narx har kuni o'zgaryapti. Zavodda ham, eshikda ham, motor agregatlarda ham. Siz qiladigan paytda narx tushishi yoki ko'tarilishi mumkin. Har xil bo'lyapti. Shuning uchun aniq bitta narx aytib o'tmayapmiz, chunki narx aytsak, u 6 oydan keyin yoki 1 yildan keyin ko'rib, bu narx boshqacha ekani u deyishlari mumkin. Shuning uchun ras niyat bo'lib bino bitgan bo'lsa, Telegramdan yozsalaring, shu xonamizning uzunligi 12 metr, eni 6 deb aytsalaring, biz narxini chiqarib beramiz. Shu pulga xonangiz tayyor bo'lar ekan deymiz. Shunga qarab dogovor qilamiz. Narx har kuni o'zgaradi. Shuning uchun bitta stabil narx aytish qiyin. Telegramdan yozib yuborasiz. Ichki panelimiz xudo xolasa bitib qoldi. Mana yerga ichki ventilyatorimiz ildik. Bu birinchi xonaniki. Narigisi ikkinchi xonaniki. Mana shu yerga peregotga bo'ladi. Endi buni oldindan to'sib olmadik. Mana shu yerda aptegan ishlarimiz bor. Shunga xalaqit berib qolmasligi uchun mana shu yerdan to'samiz. Mana shu yerga chiqib ketib, trubkalarimiz tashqaridan montaj bo'ladi. Bu ikkinchi xonamiz, xudo xolasa, panellarimiz bitib qoldi. Mana shu joyiga relisli eshigimiz tushadi. O'zi relisli eshik mana shuni sendviç panelga qatirish uchun mo'ljallangani uchun o'zining ankerlari bor. Endi biz devorga yopishtirish uchun taxta yopishtirib, ankerlab moslaymiz. Endi mana shuni ashibga qilib bu yerga mana shu relisli eshigimiz kerak kelgan. Xitoydagi original. Nari tarafdagiga endi oshiq-moshiqli eshik qo'yildi. Dehqoncha qilib aytganda. Xudo xolasa mana shu joy teshiladi. Mana shu agregatimiz qo'yilyapti. Bu birinchi xonaga, bu ikkinchi xonaga. Mana bu yerga eshigimiz, mana shu kichkina mini eshik tushdi. Ikkinchi xonaga, bu birinchi xona. Xudo xolasa sekin 1-2 kunda bitib qoladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana hali diniyimizni yurg'izdik. Ikkalasidan yurg'izib o'chirdik. 0 gradusga tushdi. Ishlar jarayonini videoga ola olmadik. Nazorat qilib, o'zimiz bilan bo'lib. Bu ikkinchi xonamiz. Mana ichlari chiroyli qilib, uborka qilib, mana 0 gradusga tushdi. Akkuratni qilib ichlarini shipirib, uborka qilib qo'yamiz. Обязательно har bir ishimizda. Chiroyli bo'lib 0 gradusga tushdi. Bu birinchi xonamiz.
Agregatlarimiz cho'tka chiqdi, ovozi juda past, xudoga shukr. Endi hovli joyga imkon qadar shuni pastroqdan qilish kerak. Ham agregatimiz kichkinaroq, shuning uchun ovozi past. Bu birinchi xonamiz, relisavoy eshik mana. Bu xonamiz ham 0 gradusga tushdi, o'chdi. Bu xonamiz ham mana shunday chiroyli holatda bitta. Tadbirkorimiz o'zi ishdalar, shuning uchun ko'rsatib video syomka qila olmadik. Ishimiz bitdi, aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli tadbirkorlar.